Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan teridagi muammolar haqida gaplashamiz. Bizning terimizdagi har bitta muammo bu organizmimizning signallari bo'lishi mumkin. Bugun mana shu rasmda ko'rsatib turilgan har bitta teridagi o'zgarish haqida gaplashib o'tamiz. Dastlabki o'zgarish bu terimizdagi o'sha yiringli pufakcha, xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Pustula hisoblanadi yiringli pufakcha va bunga hech qachon e'tiborsiz bo'lmaslik kerak. Albatta shifokor bilan maslahatlashish lozim. Yana shunday terida o'zgarishlar bo'ladi. Terining ma'lum bir qismi qizarib, uning ustida qipqichalar yuzaga keladi. Bu psoriazning dog'lari hisoblanadi. Keyingisi esa bu terimizda yoriqlar paydo bo'la boshlaydi. Bunday yoriqlar ham bizdagi ichki organizmimizdagi muammodan darak beradi. Bundan tashqari terimizning turli qismlarida qizarishlar yuzaga kelishi mumkin. Bu qizarishlarni ham e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi. Sababi bu eritemaning ko'rinishidir. Keyingisi bu terining turli qismlarida chandiqchalar, ya'ni yaxshilab e'tibor qilinsa bitgan to'qimaga o'xshagan narsalar bo'rtgan holatda yuzaga keladi va bu ham ma'lum bir kasallikning ko'rinishidir. Bundan tashqari vitiligo bor. Vitiligoda terining rangi ma'lum bir qismida oqargan holatda bo'ladi. Bunda pigment yo'qoladi va terida mana shunday oqarishlar yuzaga keladi. Keyingisi bu ekzema hisoblanadi. Ekzemaning juda ham turlari ko'p. Bu yerda faqat o'sha teridagi yallig'lanish, terining ma'lum bir qismida yallig'lanishlar kuzatiladi. Bundan tashqari terimizning rangi ham o'zgarishi mumkin. Yuqorida oqarish haqida gaplashdik, pigment yo'qolganda. Bundan tashqari sianozda terining rangi ko'kimtir tusga kira boshlaydi. Bunday holatda ham darhol shifokorga murojaat qilish kerak va terimizda mayda toshmachalar yuzaga keladi. Bular papillulalar hisoblanadi va toshmalarni ko'rib turganingizdek har qanday qismda kichikroq, sal kattaroq shaklda bo'ladi. Bunisi esa yaraning ko'rinishi. Yara ochiq holatda bo'ladi. Bu ham juda xavfli hisoblanadi. Keyingisi bu o'sma. O'sma qanday bo'ladi? Teridan bo'rtgan holatda dumaloq shaklda, ya'ni zich hosila shaklida bo'ladi va ushlaganingizda qattiqligini his qilasiz. Buni ham e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi. Keyingisi esa nekroz hisoblanadi. Nekroz bu to'qimaning o'limi hisoblanadi. Terimizda mana bu yaraga o'xshagan chuqurcha va ancha ichkariga kirgan, xuddi mana shu ko'rinishda mana yoriqlarning atrofi yaradan biroz farq qiladi. Yuqorida sizlar bilan bir necha o'sha teridagi muammolar haqida gaplashib o'tdik. Hech qachon teringizdagi muammolarga e'tiborsiz bo'lmang. Sababi teridagi muammolar bizning organizmimizning signallaridir. Video yoqqan bo'lsa obuna bo'lishni unutmang.